Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz Gentra avtomobiliga soyabon olib kelib qo'yganmiz. Buni raspakovka qilib, qanday o'rnatishni ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana buni yechib hozir o'rnatamiz. Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Bu mashinani tentiga o'xshagan rosa chiroyli tushadi. Eng yaxshisi buni mashinani salonni ichi qizib ketmaydi. Ko'rishlaring mumkin. Mana ustunovka qilib bo'ldik. Mashinada idealni turadi. Bu mashina tanlamaydi. Katta mashina ham, kichkina mashina ham tushib ketaveradi. Buni mana yerda ozgina ortig'voyi bor. Buni salonni ichiga qistirib qo'ysangiz, shamolda uchib ketmaydi. Bokovoyda отражательlari bor. Buni eslatib o'tamiz. Hamma mashinaga tushaveradi. Farqi yo'q. Damas'mi, Gentra'mi, katta mashinalar, Jeep'mi, farqi yo'q. Mana bu tarafini ham qistirib qo'yilgan. Kimga shunaqa soyabonlar kerak bo'lsa, bemalol Bibiona Avtotexservisda